hurmatli do'stlar, xudo xolasa passajirlarimizni ham Sankt-Peterburg, Samarqand yo'nalishi bo'yicha o'tkazib oldik. Hammasi yaxshimi akalar? Yaxshi o'tib oldinglaringizmi? Anaga Samarqandga uchayotgan akalarimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviaga saviyasi xodimlariga o'zimiz chiroyli qilib, o'zimiz kuzatib qo'yamiz. Harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Tanish bilishlaringizni qo'shib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Mana bu sizniki. Ha. Faqat nomerlarimiz orqali aloqaga chiqaverasizlar. Faqat nomerlarimiz orqali aloqaga chiqingizlar, saqlanib qilib keyin aloqaga chiqaverasiz. Xudo xolasa yana ikkita passajirimizni joylarini qilib qo'ydi. Mana bu yerda Samarqand yo'nalishi bo'yicha uchadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar aviaga saviyasi xodimlariga. Ertaga Termizga, Toshkentga uchayotganlar telefon qilgan holda kelingizlar. Kitobi niyatlik bo'laveradi. Hozir bugungi smenalar ham juda qirqpashadi past. Ketayotgan tanish bilishlaringni so'rasanglar hammasini aytib beradi. Tanish bilishlar qo'shib qo'yingizlar, mana joylaringiz. Buni berasizlar, baribir almashtirib beradi. Xudo xolasa mana aytib o'tganimizdek, passajirlarimiz ham chiroyli qilib o'tkazib oldik. Bemalol murojaat qilaverasizlar akamiz. Hammasi yaxshimi? Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mayli aka, sog' bo'ling. Shu yerdan o'tib ketaverasizlar. Mayli, sog' bo'ling. Mayli yangi. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelingizlar. Telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet qarz qilingizlar. Arzonroq variantlarni qo'ldan kelgancha qilib, chiroyli qilib o'tkazib yuboramiz. Salomat bo'ling aka. Yaxshi yetib oling, xo'p aka. Xudo mana yana bitta passajirlarimiz joylarini, yangamiz va akamiz joylarini bittadan qilib qo'yaymi. Hammasi bizdan olishgan bilet bagaj bilan. Xudo xolasa bularni ham videoroliklar qilib tashlab boramiz. Kuzatishda davom etingizlar. Bizni pateshka qilmoqchi bo'lgan obunachilar iloji bo'lsa 10 tadan, 15 tadan, 20 tadan bo'lsa ham odam qo'shib qo'ysalar juda ham yaxshiroq bo'ladi.